Assalomu alaykum, hurmatli Alisher Zafarovich. Men yoshlik innovatsiyaga qiziqqanman va shu sabab hozirdan Toshkent shahar Target International School'dan 100% grant asosida o'qimoqdaman. Muhtaram yoshlik innovatsiyaga qiziqqanim tufayli ko'plab loyihalar qilib kelmoqdaman. Hozirda mening bir loyiham bor. Innovatsion bolalar mashinasi. Bu innovatsion bolalar mashinasi nima qila oladi? Bu mashina bu mashinaga katta zalni ichiga qo'yganda, bolani bemalol ichiga qo'yib, bu mashina bolani hech qayerga urmasdan, to'siqqa urilmasdan, chuqurga tushib ketmasdan bolani asrab olib yuradi. Va 3 yoshdan 2-3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa rol o'rniga ekran qo'yilgan. Bu ekran yordamida o'zini boshqara oladi. Va bu mashinada tashqaridan chiqqan yong'in har qanday halokatlarda SMS datchik qo'yilgan. O'sha datchik orqali halokatni kiritilgan telefon nomeridan, ota-onaning telefon nomeriga, masalan, oshxonada ish qilyapti, bola xonada yoki hovlida o'ynayotgan paytida halokat bo'lganda SMS datchik orqali SMS boradi. Shunaqa loyiha qildim, yasadim. Va men Qashqadaryoga o'zimning tumaniga borganimda hokim bilan uchrashuv bo'lib o'tganda men o'z taklifimni berdim. Bu taklifim menga agar siz notebook yoki kompyuter bilan ta'minlasangiz, men tumanimdagi yoshlarni onlayn orqali dars beraman tekinga deb taklif berdim. Va menga notebook berishdi. Men hozirda bolalarga faqat tumanimda emas, butun O'zbekiston bo'yicha bolalarga dars bermoqdaman, onlayn dars bermoqdaman. Ya'ni kattakon rahmat. Bizga yoshlarga ham juda ham katta imkoniyat berilmoqda. Rahmat aytib qolaman.